Yanfon applarida emoji, ya'ni qaramoqqa umoq, insonlarning hissiyot va kayfiyatini darajasi bo'yicha ifodalab beradigan belgilarning qo'llanishchan ifoda vositasiga aylanayotganligini ko'ralaymiz. Yaqin kunlarda Uyg'ur elidan mushu xil emoji belgilari qo'llanilgan, o'xshash muzika orqa ko'rinish qilingan qisqa videolar tarqalishga boshladi. Assalamu alaikum. Bugungi videomda o'tgan yili bir video ishlaganman vatandin uchur chiqish yo'llari haqida deb 2018, 2019, 2020 har yili shundoq har xil usullarda vatandin uchurlar chiqdi. Avazsiz, ünsiz guvahlıqlar chiqib turdi deb to'xtamay shundoq shu mazmunda bir narsalarni ishlab kelgan. Masalan, Rossiyada biraylarninki oyoq setib olgan chog'da oyoq qiypining ichidan chiqqan mana uchur I'm in jail in China. Please help Uyghurs deb yozib ekan to'q. Bir oyoq zavodininki ichida ishlaydigan Uyg'ur qarindishimiz kichikina bir qog'ozga shundoq yozib sirtqi dunyoga chiqargan. Uningdan boshqa nurg'un to'xtamay chiqadigan uchurlar bor. Har xil usulda odamning yuraklarini ezib bu qarindoshlarimiz bundan boshqa yana Aliyala Qanali va Sultan Ikronidan izlasanglarmi shundoq uchurlar chiqdi. Demakchi bo'g'im shu to'g'riliqqa shu videolarni hammasini yig'ib akab ishlagan bir videolar bor, ya'ni ovozsiz unsiz guvohliklar deb shu to'g'riliq bir video ishlay dedim. Video ishlab buni shundoq bir narsalarni qilish jarayonida anandan keyin men birinchi qitim shu vatandin uchur chiqish usullari deb shuni ishlagan chog'imda qanday bo'lgan desanglar bir qism chet eldagi Uyg'ur qarindoshlar shundoq ochiq kelganda vatəndikilərini balağa tıqıb, muşlarını yollab, deb şundaq deb şu çağda. Əməliyyatı bolsa, ularınki qarışı boyunca vətəndən çıxan uçurlarını şulara balağa qıyıb qalmışsın deb biz heç qandaq bir nərsini nim qılmasligimiz kerakka, həm bəhərləməsligimiz kerakka, ular to'g'riliq so'zlamasligimiz kerakka. Shularni o'ylab, bu bizningki chet eldagi Uyg'urlar qanday o'ylaydigandi ba'zilari deb. Men hatta shu videolarni, misollarni shu amaliy xabarlardan burun chiqib bo'lgan xabarlardan hozirgi mush ishlamoqchi bo'lgan xabarimmi Erkin Osiyo radiosiningki ishlagan xabardan elib mutaxassislarningki analiz qilishcha bu qarindoshlarimizninki shundoq videolarni tarqitishi bu yerda bo'layotgan erki qirg'inchilikni dunyoga bir usullarda anlatmoqchi deb masalan shu emojilar guvohlik beryapti deb mana yaqinning yoqi chiqayotgan shu yuzlarcha to'xtamay oqaqidan o'xshash keyindagi muzikasi o'xshash ananiki boyadagi 2015, 2016, 2017 shundoq yil sonlari bor. Kishilar shundoq o'zining turmush hikoyasini shundoq emojilarni kirishtirish orqali har bir yilda yuz bergan ishlar, ya'ni oila ahvoli qanday qilib o'ziniki yolg'iz qolganligi, ba'zilarniki doktorxonada degandek mushlarni tahlil qilsaqmi, masalan ba'zi videolarni balkim ya yolg'iz qolgan shundoq yolg'iz ana balkim ajrashib ketgan, ya'ni nikoh muvaffaqiyetsizligidan desmu, lekin ba'zilarni biz inkor qilib bo'lmaydigan, masalan bir odamni ajrashib ketib yolg'iz qoldi desam, margiz burungi eriniki rasmisini chiqarib bundaq bu yil sonlarini ezib yurib yo'q bunaq chiqolmas. Shundoq bo'lgandan keyin tadqiqotchilar shu barliq videolarning ichidagi yil sonlari, oila ahvoli, rasmlarni ko'rib turib, undan keyin shundoq bir yakun chiqargan keyin bularning hammasi shu erkak qirg'inchilikni ifodalayotgan isbotlar deb qarashga bo'ladi deb yakun chiqargan. İlgiri kishilarniki yig'ilgan, unsiz yeshi bilan
ifodalagan guvohlik videolarini istiqlol televiziyasininki videolaridan naql keltirib nim qilgan. Ammo bu emojilar to'g'riliq chiqqan bu yangi xil usuldagi bu videolarni nimdan ko'raylik. Erkin Asiya radiosiningki xabardan bir ko'rib boqaylik. Yanfon applarida emoji, ya'ni qarmoqqa umoq, insonlarning hissiyot va kayfiyatini darajasi bo'yicha ifodalab beradigan belgilarning qo'llanishchan ifoda vositasiga aylanayotganligini ko'ralaymiz. Yaqin kunlarda Uyg'ur elidan mushu xil emoji belgilari qo'llanilgan o'xshash muzika orqa ko'rinish qilingan qisqa videolar tarqalishga boshlandi. TikTok qo'llanayotgan yosh Uyg'ur ayollar va az bir qism yosh erlar tarqitilayotgan bu videolardagi takrorliq va o'xshashliklar diqqat tortmoqda. Yillama va har bir yilga mos holda emojini qo'llanish orqali shu yildagi tuyg'usini ifodalagan bu videolarni kuzatuvchilar Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrash va zulm chekishdagi mikro hikoyalari deb qaramoqda. Chunki emoji, ya'ni hissiyot belgisi ishlatgan Uyg'ur abonentlar uni o'rtaq muzika va yil nomiga moslashtirib, o'xshash ravishda texnik jonliq ishlatish orqali o'zlarining real qismatlarini kodliq hikoya shaklida ifodalashga tirishgan. Emojilarni qo'llanib ishlangan bu videolarda asosan Uyg'ur oilalarining 2015 yildan 21 yilga qadar Xitoyning eng qattiq bostirishi, shundaqla ularning ashu qorong'u davrdagi ichinishli qismatlari intayin jonliq va obrazli emoji belgilari orqali hikoya qilingan. Ularning hikoyasida yolg'izlik, azob, qayg'urish, g'azab va baxtsizlik qatorli hissiyotlar bir qancha xil emojilar, ya'ni hissiyot belgilarini o'rtaq va takror qo'llanish orqali ifodalangan. Demak, emoji belgilarini qo'llanib ishlangan bu videolar bu hikoyalardagi shaxs yoki oilalarning o'xshash vazilda o'xshamaydigan azob qismatga yo'liqqanligini ijodiy holda ifodalab bergan. Hatto uningdan kishini hayron qoldiradigan ijodiy tasavvurlar orqali faktlarni yoshirincha ima qilib ko'rsatayotganligini bayqay olamiz. Bu videolarda o'zlarining ashu yillarda uchrashib to'y qilganligi, bolalik bo'lib orqadan tuyuqsiz ayrilganligi, beshidan o'tkazgan judoliklari, yaqinqi 4-5 yilda oila a'zolarining bir-biridan ayrilib turganligi, qattiq azoblanayotganligi, bir-birini sevganligi, insonlik bilan kutayotganligidek turli hissiyot jarayonlari obrazli holda ifoda qilingan. Masalan, uningdagi bir videoda 2015 yildagi hikoya bayon qilingan bo'lib, bir qiz bilan bir o'g'il emoji va ikkisining o'rtasiga bir yurak emojisi qo'llanilgan. 2016 yilda bir bolalik ayol, bir baxtli oilani ifodalaydigan emoji qo'llanilgan. 2017 yili yurak va ona bola emojisi qo'llanilgan, ammo buningda emoji g'oyib bo'lgan. 2018dan 2021 yilgacha bo'lgan yurak, ya'ni azob belgisi va azoblanayotgan ona bola emojisi takror qo'llanilgan. Uyg'urlar 2017 yildan buyon TikTok orqali oila a'zolarining suratlarini ko'tarib, ۈnsiz yoki maydisini mushlab, azobli yig'layotgan videolarni tarqitish orqali xalqaro axborot va kuzatuvchilarning belgilik inkosini qo'zg'agan edi. Keyin bu xil videolarni tarqatuvchi TikTok abonentlarining taqib etilganligi ma'lum bo'lgan edi. Ammo Uyg'urlarning Xitoyning har turli qattiq nazoratiga qaramay ovozini yanada dunyoga anglatish uchun imkoniyatining yetishicha tirishayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xitoyning bostirishi davom qilayotgan go'yo usti ochiq turmaga aylangan Uyg'ur elida Uyg'urlarning nazorat ostida turibmi, ijtimoiy uchur vositalaridagi cheklik imkoniyatlardan foydalanib, emojilar orqali bayon qilgan bu hikoyalari va ۈnsiz yig'ilari rostında bir guvahliqmi? Bu xususda kuzatuvchilar va tadqiqotchilarning yanada ilgirlagan diqqat e'tiborini bu alayda uchurga qartishiga to'g'ri keladi. Qaltis aql parasatlik xalqimizda har xil usullar orqali shundoq o'chirib qo'yib turay. Uningdan boshqa o'sha Facebookda Zumrat Davud xonim va yana kim u? Nur xonimma, yana bir xonim shundoq to'xtamay vatandan chiqayotgan uchurlarninki isbotlarini nim qilish jarayonida
Aşının bir YouTube'da bir yer koygandim, şunu hazır bir göreylik. Qandaq vaqtini, zehnini sarf qilib to'xtamay shundaq isbot to'playotgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mayda yana bir videoni baharlasam, bu videoda kishilar shu ko'z yoshi orqali vatandagi xalqimiz o'ziniki ko'z yoshi orqali jimjit Dayın. Alamlardan göz yaşlarım. Dayın. Belki bir gün ölüp gidermem, dertlerimni elenip gidermem. Belki bir gün... Dayın. Dayın. Şundaq vatandagi qarindoshlarimiz o'ziniki azoblarini social medialarda shundaq ko'z yoshlari orqali ifodalab, bu har bir odamniki ko'z yoshniki degan qanday hikoyalar bor, Alloh bilir. Ya ular gap qilamagandan keyin shundaq ovozsiz, unsiz ko'z yoshlari bilan guvohlik berib keladi. Yana bir yerda bir videoni uchratgandim, uningdan nima debdi desanglar, shu nurg'ulg'an kishilar o'zlariniki dadasini, akasini social mediaga chiqarish orqali shundaq burun undaq videolar ko'rilmaydi. Hozir shundaq videolar bak to'liq uchraydigan bo'ldi. Chet eldagi guvohliklardan eshib ketgan vatandagi guvohliklar deb shu ota-onasiniki, qarindoshlarininki rasmlarini chiqarib turib, shundaq vatandagi guvohliklarni misol qilib qilgan yana bir narsa bor ekan. Endi mayada yana bir video bor, shundan bir ko'pchilik 天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。 bu videoni sizlar bilan ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashay. Buningda cho'qim vatandagi shu videoni chiqargan kishininki tegi-tekini surishtirgan taqdirda muashadagi chiqqan odamlarniki rasmlari uniki yolg'on ekanligini bir nima qilib bo'lmaydigan, rad qilib bo'lmaydigan amaliy paket shuningki o'zimi bir odamniki rasmini chiqarib, qanchinchi ayning qanchinchi kuni o'lib ketgan degandek uchurlarni aniq chiqarib, shu yerda o'lib ketgan qarindoshlarimizni hammamizniki shundoq yosh turiblam ketib qolgan. Nima sababdan ketib qoldi? Nima uchun yoshda shunchalar ko'plagan kishilar hayotidan ayriladi? Bizning hozirgi davrimizda kishilar Uyg'urlar o'zining ajali bilan o'lmay Xitoyninki qo'lida shunday o'lib ketib qolgan. Bu videoni ko'pchilik bilan baharlay. 天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音。
天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。 抖音 Mesela şundan misal qilsak 2020 yılı 5. ayının 26. günü tugab ketgan ma inisiga, aksiga. Inisimi aksimi shunday deblam elibdi, ya aynisidu. Bir odamninki o'lgan vaqti jami 303 kun bo'ldi deb beni ifodalab beribdi. Ananınki bu videolarninki keynidagi amisininki o'xshash. Cennet çoxum intayin güzel bo'lsa kerak, chunki ketgan odamniki hech qaysi qaytib kelmaydi degan gap shu. 天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音抖音天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音抖音抖音天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音抖音因为去的人没有一个人回来。抖音天堂一定很美，因为去的人没有一个人回来。抖音抖音Yuqoridagi bu video shu vatandan chiqqan uchurlarda boshqa Facebook'dan yig'ilgan videolar bo'lsa kerak. Facebook'da nurg'un shundoq qisqa videolarni yana bir qatim shundoq vatandagi zulmninki faktlarini zehn vaqt sarf qilib shundoq chiqib Facebook'larda taqtayotgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Shundoq odamlarniki mana ayni aniq isbotlari turibdi. Bo'lsa aramizdan ko'plagan fidoyilar chiqib shularni bir arxivlashtiradigan ism familiyasini bilmasakmi shu rasmisi tugab ketgan vaqti degandeklarni yozib shundoq uzun arxiv qilsak necha yuzlagan videolar bor. Hammasi shu o'lib ketgan kishilarniki rasmlari. Shundoq bugungi temam shu vatandan chiqqan uchurlar deb asoslig'i yangidan guvohlik berayotgan usullari, ya'ni emojilar guvohlik beryapti deb yangidan tarqalayotgan necha yuzlagan o'shundoq videolarniki ifodalangan hikoyalarniki oq ko'rinishi zodi qandaqdir. Degandek mushlarni tahlil qilish, buningdan burunqi masalan oyoq zavodida ishlaydigan
məcburiyyətə küç bo'lib ishlayotgan turmalardagi qarindoshlarimizniki bir amallar qilib anandek chiqargan uchurlari anandaki yana tuyuqsizlam tugab ketgan narxdan ishkelan tanlam tugab ketgan manandek bir videolarni tarqilishları bor. Hargiz sal qarmasligimiz kerak. Vatəndikilərə bala bo'lib bəmsun deb hammamiz jimjit yursak, hech narsani taqatmasak shu jimjit qirilib tugaydi. Bir odam yashagan ekan, uniki ishimdan ishim yo'q, o'lib ketsa uning so'rig'ini qilishimiz kerak. Uni osh to'g'riq bir gap qilishniki o'zimi insoniylik tarafda turib bir ovoz chiqarishniki o'zimi bir qilishga tegishlik va shu faoliyatlarimizni shu social medialarda mayli yoshirin bo'lsin, mayli oshkor bo'lsin taqitib vatandagi kishilarimizningki ovozi bo'layli deb bu qatimki programmamni ishildim. Mushundaq videolar alamlardan ko'z yoshlarim doying. Ma ovozini o'chirib qo'yib turay ya. Mushu videoni misol olaylik. Buningki ostidagi inkaslar qarsanglar, buningdan nurg'un turk qarindoshlar inkas bildiribdi ekandiq. Keyindilam ning bo'pti? Mayada bir Xitoy to'xtamay East Turkiston degan komissiyon deydi. Yana haqdan pul elib mushundaq romer ishlaydiganlar deb yana bir sitixi Oscar mukofotiga erishish uchun enim deb to'xtayim. Mayad boto. Alloh jazosini bersin chinin. Xitoyningki 5 mollari to'xtamay anandan keyin buningga inkas qaytarib o'ldiribdi. Men bularniki adreslarni hammasini tekshirib chiqdim. ID'si muni bo'lgan odam ida xo'shal yashab etibdi degandek. Mushlarniki hammasiniki do'yisini tekshirib chiqibdimish. Ular xo'shal yashab etibdimish. Mushu bir odamlam Jinvin Arshi deydigan odam o'xshash bir inkasni hammaga chaplabdi. Buni qarsaqmi buning o'xshash shu. Bu odam xo'shal yashayotdi. Mav ID'lari mundaq deb. Mushu ID'lari qadi boyaqi o'lib ketgan kishilarnikini bir tekshirib baqsopdiki. Ay. On köge. Doying. Alamlardan ko'z yoshlarim Doying. Belki bir gün ölüp gidermem, dertlerimni elenip gidermem. Belki bir gün Doying. Doying.
Vətəndən çıxıvatqan guvahlıqlar deb mən maya degan bir 2 minutluq bir videoni ko'pchilik bilan bərləb bu qitimqi axırlaşdıray programmamni. Stop screening. Onunda nima debdi deysanglar, shu vatandagi guvohliklarni kammisini selishtirib, chet eldagi guvohliklardan eshib ketgan vatandagi guvohliklar deb ma'nolar bilan ko'pchilik bilan bərləy. Dadam deb yosh to'kayotgan yuraklar, to'xtamay oqayotgan daryo kabi yoshlar. Burun dadam deb rasmini chiqarib yig'laydiganlar uchramaydi. Mana bugun nurg'unlagan, manglagan, yuz manglagan, dadasini izlagan, tirik ayrilgan va mangulik ayrilgan ve onun hayat qilishdan ümit qiladigan nurg'un yuraklar var. Mana bu Uyg'urning yuragi. Hammamizning yuragi dadam. Dadasının o'tida pari bo'lgan yuraklar, yolg'iz qolgan farzandlar, yolg'iz qolgan onalar. Chet eldagi guvohlikdan eshib ketgan vatandagi guvohlik. Hammasi o'xshashla dadasini izlab chiqqanlar. Uyg'urchada bir gap bor-ku. Quyoshni etek bilan yoqilib, quyosh nurini etek bilan yoqilib bo'lmaydi deb. Vatanda o yerdagi uchurlarni to'sqan bilan sirtqa bir odamning hayotini, davlatning maxfiyatligi deb hatto odamlarning o'limini boshqalarga demaslik to'g'risida shunday buyruqlarni tushirgan bilan o'shunday to'xtamay uchurlar davomli chiqadi. Dodining ishxonasida o'tirib, uni o'chirasin deydi, buni o'chirasin deydi deb buyruq tushirgan bilan o'shunday to'xtamay uçurlar çıkıverdi o yerda. Meni onu uçurasın, bunu uçurasın, sözlümsün, jim yursin deb onda uçurup chiqargan bilan uyimdagilar nevatinglar birasini. Ota-onam nevatinglar. Men jimmi juray anoning gapni anglayish uchun. Bo'lmasa to'xtamay shunday vatandan chiqayotgan uçurlarni so'zlayveradigan gap. Eg'iz degan yaratilgan eg'iz har qanday odam so'zlaydi, so'zlash freedom of expressions, freedom of speech deydi bir narsa bor. Gazet orqali, videolar orqali, televizorlarda shunday so'zlashning o'zi odamningki eng aqalli bir huquqiy so'zlash kerak. Bo'ldi, tugidamsam shunchalik bo'lsin bugungi programmam. Ko'pchilik vatandan chiqqan uchurlar bo'lsa, to'xtamay ambarlaylik, shu to'g'riliq so'zlaylik, biz ularning ovozi bo'laylik. Bayaqi videolarimni hammasini boshdan oxiri ko'rib chiqib, o'zinglarningki bir yurakka tekkidek bir foyda nimasi ta'siri bo'lamdi yo'qmi? Bir ish bo'lmaganda yolg'on akkauntdan birini ichib bo'lsinmi, to'xtamay Uyg'urlarningki haqiqiy uchurlarini taqdirlaylik. YouTube'dan men hozir YouTube'da taqdirlayman-ku, naq maydonni. Ko'pchilikka shuni tavsiya qilamanki, har kuni YouTube'ga chiqib bir qatim Uyg'ur deganni kirgizib,
kirgizgandan keyin bir haftaning ichida yangi chiqqan videolar, bir soatning ichida chiqqan videolar va bugungi chiqqan videolar deb nimasini tanlasangiz shuning o'zlam chiqadi, shuni aqtirsanglar kunda degidek shundoq. Bir Xitoyniki propaganda kanali ochiliblar, buniki kim ekanligini bilmaydi. To'xtamay shu xo'shal yashayotgan kishilarninki ashunaq videolari taqtotidi. Yolg'on akkauntlardan to'xtamay video yo'llatadi. Ammo uningdek amaliy turmushda bo'lsa, haqiqiy real turmushi bo'lsa, shundoq kishilarimiz, vatandagi xalq, vatandagi qarindoshlarimiz yig'izorlarninki ichida shundoq o'zining oila a'zolarini, eng yaqin odamlarini hatto bizga deb beryotidi, nechinchi oyning nechinchi kuni ma odam o'lib ketdi deb turib bizga deb beryotidi, shularning kamisi rasmlarini ko'rsatib turib, san-seprlardan tatib deb beryotidi. Shuningdek biz ancha-muncha bir ishlarni qilaylik. Chet eldagi videolar, guvohlik videolardan eshib ketgan vatandagi guvohlik shu videolar. Ko'pchilik xo'shamsa programmam ishida oxirlashdi. Atda yana qiziq temalarim bor. Hammamiz kishilarni o'ylantiradigan yana bir yangi bir yangi programmam qiziqsanglar, barmoq belgisini besib qo'yasizlar, abunent bo'lasizlar. Xayr, xo'shamsa hammalarga. Xo'shal oqshomlar, xo'shal kunlar. O'zinglarning vaqti qanday bo'lsa, shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Xo'shamsa.